Buxoro shahrining markaziy ko'chalari Kriti savdo majmuasi qarama-qarshi 8 qavatli elit yig'ishli lifli domning 5-qavatdan umumiy 90 metr kvadratni tashkil topgan ikki tomonlama proyektdagi to'liq jihozlangan xonadonimizning bugun siz bilan batafsil obzorini ko'rib chiqamiz. Asosiy kiraverush qismidan bizni zerkayni oynalarda ishlov berilgan koridor qismimiz kutib oladi. Mягкий zona, TV zonalarimiz qilingan. Proyekt bo'yicha asosiy mehmonxona, yotoqxona, birinchi umumiy holatdagi sanuzil, bolalar yotoqxonasi, kuxnya hamda balkon qismi ham mavjud. Ko'rishni asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakaznoy MDF, devorlarimiz mo'yshav bo'ylarda ishlov berilgan, derazalarimiz 2 qavatli akvaplast romlardan, turetsik radiatorlarimiz o'rnatilgan. Manzilimiz Kriti savdo majmuasi qarama-qarshi 17-maktab yon tomonda joylashgan. Proyektimiz ideal 2 tomonlama proyektdan tashkil topgan. Kattalar yotoqxonasi, asosiysi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan kadastr hujjatlarimiz tayyor holatda ko'rib turgan barcha jihozlaringiz qoladi. Kattalar yotoqxonasini o'z ichiga ichki sanuzil qismi ham mavjud. Proyekt bo'yicha bolalar yotoqxonasi, so'nggi zamonaviy urfda to'liq jihozlangan kuxnya qismimiz, gazli plita, vытяжка, stiralniy mashinka, moyka, xolodilnik, duxkonturli kotellarimiz o'rnatilgan holatda. Qo'shimchasiga balkon qismi ham mavjud. Hamda birinchi umumiy sanuzil qismimiz. Pastdan tepagacha to'liq kafel qilingan, qo'shimchasiga restoranlarimiz mavjud. Ushbu 3 xonali 90 metr kvadratdan tashkil topgan xonadonimizning manzili Buxoro shahar Kriti savdo majmuasi qarama-qarshi 8 qavatli elit yig'ishli lifli domning 5-qavatda joylashgan. Batafsil ma'lumot sizga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, pastki raqamlarga yoki Družba ko'chmas mulk agentligiga tashrif buyurishingizni kutib qolamiz.